Bugungi videomizda me'yor programmasini yuklab olish, uni ishlatish bo'yicha qo'llanma beramiz. Bu uchun hozircha bu iPhone telefonida o'rnatilishi, Androidda ham taxminan shunaqa, faqat App Store ga emas, Play Marketga kirish kerak bo'ladi. Demak, App Store ga kiramiz. Me'yor programmasini nechta odam yuklab olganini aniq bilmayman, lekin yuklab olganlarni 9 kishi baho bergan va 9 kishining hammasi bunga 5 baho bergan. Demak, endi boshlaymiz. Open knopkasini bossak, ochiladi. Va bu me'yor programmasini ko'rinishi. Demak, bir boshdan boshlaymiz. Bu tugma hisoblar. Har bitta odamda bir qancha hisob bo'lishi mumkin. Misol uchun naqd pulingizdagi hisob, kartangizdagi hisob yoki Humo kartada, Uzkart kartada shunga o'xshab hisoblarni bo'lib chiqishingiz mumkin. Misol uchun bu yerda cash turibdi. Mana shu cash buni tahrirlash qilib, buni nomini o'zgartirishingiz mumkin. Misol uchun naqd. Va bu yerda joriy balans. Misol uchun hozircha 1 million so'm naqd pulingiz bor. Mana shu 1 million qilamiz, birorta rangni belgilaymiz, misol uchun yashil. Va o'zgartirishni saqlash. Mana 1 million so'm. Endi qaytsak, mana umumiy balansimiz 1 million so'm. Yangi hisob qo'shmoqchi bo'lsak, mana bu yerga karta yozamiz va kartada taxminan 500 ming so'm pul bor deylik. Va unga ko'k rangni belgilaymiz. Qo'shish. Mana naqd 1 million so'm, kartada 500 ming so'm pul bor. Va umumiy hisob 1,5 million so'm mana shunda ko'rsatib turadi. Ikkinchi qism bu pastda limitlar. Hammani kunlik xarajatlarini limitlarga bo'lib chiqsa bo'ladi. Misol uchun taksiga, transportga, oziq-ovqat, ko'chada ovqatlanish, salomatlik, mana shunga o'xshagan limitlarga bo'lib chiqsa bo'ladi. Buni siz xohlagancha nastroyka qilsangiz bo'ladi, boshqa narsa qo'shib, keraksiz narsani o'zingiz olib tashlasangiz bo'ladi va har bitta kategoriya uchun alohida limit qo'yib chiqish mumkin. Misol uchun, bu oy taksiga taxminan aytaylik 1 million so'm pul ishlatmoqchiman, undan oshmasligi kerak. Belgilaysiz, mana shu 1 million so'm limit qo'yildi. Yana nima? Oziq-ovqatga 500 ming so'm taxminan limit qo'yasiz va ko'chada ovqatlanish yana 500 ming so'm taxminan limit qo'yasiz. Bu nima uchun qo'yiladi? Siz mana shu yerda ko'rib tursangiz bo'ladi, 1 oylik limitingizga qancha vaqtda yetib kelasiz? 1 oylik limitingizga yetib keldingizmi, yo'qmi? Misol uchun taksi bo'yicha limitingiz yetib kelgan bo'lsa, 1 oyga 1 million so'm limit qo'ygan bo'lsangiz, undan oshib ketayotgan bo'lsa, demak siz bundan oshmasligi uchun yoki jamoat transportidan foydalanishingiz kerak bo'ladi yoki peshkom yurib bo'lsa ham, mana shu limitdan oshmasangiz, siz o'zingizni moliyaviy maqsadingizga erishgan bo'lasiz. Va tepada mana umumiy oylik limit 2 million so'm va qancha pul sarflanganini ko'rsatib turadi. Mana endi qo'shish joyiga o'tamiz va bu yerga mana daromad qo'shsak bo'ladi. Aytaylik, mana 1 million so'm. 1 million so'm mana bu qismda naqd yoki karta. Qaysi biriga daromad qo'shamiz? Naqdga qo'shsak, o'rtadagi pechkani bossak, qaysi kategoriyadan keldi bizga daromad, oylik, ijara, loyihalar yoki qo'shimcha daromad qayerdan kelganini mana shu yerda belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun, loyihalardan 1 million so'm pul keldi. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda 2 million, 2,5 million bo'ldi umumiy summa. Endi biz har kunlik qilgan xarajatlarimizni kiritib borishimiz kerak bu yoqqa. Aytaylik, misol uchun bugun 70 ming so'm taksiga xarajat qildik. Tanlaymiz va mana shu yerda taksini tanlaymiz. Bo'ldi. Bugungi xarajatimiz belgilandi. Yana 50 ming so'm ko'chada ovqatlanishga tanlaymiz va yana 60 ming so'm taxminan oziq-ovqatga ketdi. Buni ham tanlaymiz. Va bu yerda mana umumiy balansingizni ko'rsatib turadi, sizda qancha pul qolganini. Va mana ko'rishingiz bo'ladi, 3 ta kategoriyaga limit qo'ygandik. Va 3 ta kategoriyada mana qancha pul ishlatilganini ko'rsatib turibdi va sizda yana qancha pul ishlatish imkoniyatingiz borligini ko'rsatib turadi. Bu qism esa statistika. Umumiy kunlar bo'yicha qaysi kunda ko'proq, qaysi kunda kam xarajat bo'lganini bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Bu qismda esa siz qaysi kategoriyaga qancha pul ishlatganingizni ko'rsangiz, mana ustiga bosib ko'rsangiz, mana 28% ko'chada ovqatlanishga, taksiga 39%, oziq-ovqatga 33%. Va mana pastda ham ko'rsatib turadi. Daromad qismi ham xuddi shunaqa. Qancha daromad qo'shsangiz, bu yerda umumiy tranzaksiyalar, hamma kiritgan va chiqqan pullar mana shu yerda ko'rsatiladi. Oxirgi qismi bu sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt sizga doimiy to'g'ri
pulingizni to'g'ri boshqarish uchun doimiy maslahatlar berib borish uchun xizmat qiladi. Endi bitta hisobdan ikkinchi hisobga pul o'tkazish, ya'ni naqd pulni kartaga o'tkazish yoki kartadagi pulni naqdga o'tkazish kabi ishlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerdagi o'tkazmani tanlaymiz va misol uchun 10 ming so'm naqddan kartaga yoki teskarisi kartadan naqdga, misol uchun kartadagi pulingizni naqd qilsangiz, mana shunaqa qilib belgilab bossangiz, mana bu yerda o'sha kartadagi pul naqdga o'zgardi. Shaxsan o'zim bu hisoblarni ishlatmayman, kimgadir kerak bo'lsa ishlatsa bo'ladi, bo'lmasa yo'q. Va chap yuqori qismda nastroyka qismi bor va bu yerda nimalar borligini hozir qisqacha tushuntirib beraman. Birinchi qism qarzlardan boshlaymiz. Qarzlarga bosadigan bo'lsangiz, siz doimiy kimdan qarzingiz bor va siz kimga qarz bergansiz, mana shu yerga yozib borishingiz mumkin. Bitta misol keltiraman. Misol uchun men olgan qarzlar ismi kim? Misol uchun Sherzod degan odamdan qarz oldik, aytaylik 100 ming so'm yoki mana bu yerda dollarni ham belgilasa bo'ladi. Misol uchun 100 ming emas, 100 dollar deylik. Va mana sana qo'yasiz va muddat qo'yasiz. Qachongacha? 31-maygacha qaytarishim kerak. Saqlashni bossangiz, mana 100 dollar to'langan, qolgan va umumiy endi to'lov qo'shishga kirib miqdor 50 kiritamiz. Qo'shishni bossak, mana 50 dollar to'landi, 50 dollar qoldi. Men bergan qarz ham xuddi shunday. Siz umumiy qarzlaringizni mana shu yerda yozib bersangiz bo'ladi. Xarajat kategoriyalari, yangi kategoriya qo'shsangiz bo'ladi va ularni joylanishini o'zgartirsangiz bo'ladi. Bu taxminiy kategoriyalar. Bu yerga ehson qilish, yana nima boshqa umumiy xarajatlar yoki boshqa xarajatlar degan boshqa xarajatlar qo'shib qo'yishingiz mumkin. Qaysilarida kerak bo'lmasa olib tashlashingiz mumkin. Daromad kategoriyalari ham oylik, ijara, loyiha, qo'shimcha daromad, ya'ni qayerdandir sizga daromad kelsa, o'shanaqa joylarni qo'shib qo'ysangiz bo'ladi va doimiy uni kiritib borasiz. Tilni tanlasangiz bo'ladi. Hozircha 3 ta tilda mavjud. Va tungi qora, kunduzgi oq va mana shunaqa ko'rinishlarga keltirsa bo'ladi. Mana bu yerda xavfsizlik. Bunga shu programmaga kirish uchun kod va Face ID qo'yib qo'ysa bo'ladi. Nusxalash va qayta tiklash. Siz hamma ma'lumotingiz yo'qolib ketmasligi uchun buni Google Drive ga yuklab qo'ysangiz bo'ladi, nusxa olib qo'ysa bo'ladi. Telegram orqali bizga murojaat qilish mumkin. Bizni App Store'da baholash degan joyi bor va eng yuqori qismida bizni qo'llab-quvvatlang degan qismi bor. Bu yerga kirganingizda sizni bitta tirikchilik degan saytga olib boradi. Agar sizda bu programmani ishlatish foydali deb bilsangiz, jamiyatga kerak deb bilsangiz, bizga bu programmani rivojlantirishda va uni ko'proq odamga tarqatishda bizga yordam berishingiz mumkin. Shu yerda donat qilib, misol uchun 5 ming so'mmi, 10 ming so'mmi istalgan summani shu programmani rivojlantirish uchun ishlashingiz mumkin. Hozircha bu programma mutlaqo bepul, unga pul to'lash majburiy emas, bu ixtiyoriy ish hisoblanadi. Yana bir narsani aytib qo'yishim kerak. Dasturdan foydalanish uchun sizdan juda katta sabr, intizom talab qilinadi. Va ishonamizki, ana shu sabr, intizom bilan doimiy bu programmadan foydalansangiz, ancha moliyaviy holatingiz yaxshilanishiga biz ishonamiz. Sabr bilan ko'rganingiz uchun va dasturni yuklab olib, undan foydalanishni boshlaganingiz uchun kattakon rahmat.